Shahar markazidan 2 xonalik Yevroremont uy sotuvga chiqaryapmiz. Kelib turgan lokatsiyamiz Termiz shahar soat chorrahadan mana bu yer, ya'ni mashhurga ketadigan yo'l. Yana ham Orientir, Panjobskiy perevodidan tushib kelsa ham bo'ladi. Aniq kapalak domlarida bo'lyapti. Kapalak dom desa barcha biladi. Yevroremont 2 xonalik 4 qavatli dom 4-qavati. Eshik derazani ochib qo'yganda shamol aylanib turadi. Hozir bizda auditoriyani ko'rsatayotgan ko'pchilik mijozlar, obunachilar borda. Hozir sizlardan bitta narsani so'ramoqchiman. Kommentariyaga yozib ketingizlar. Mana bu parda, to'g'rimi? Parda, to'g'ri. Derazaga qo'yilgan parda. Pardani orqasida keling-da. Mana bu konser qo'yilgan. Savol. Parda noto'g'ri qo'yilganmi yo konditsioner? Javob yozib ketingizlar kommentariyaga. Ideya xato berilgan. Balki ideya xato berilgandir. Lekin hozir tushunmayapmiz-da biz. Bu konditsioner kimdan yashirish kerak bu? Mayli. Kamchiligi bordir. O'zimizning mavzuga qaytaylik. Tepalarni ko'ring-da. 3,5 metr. Tepalik 3,5 metr. To'liq Yevroremont bo'lgan. Gilam parda, televizor, pardaning orqasida bo'lsa ham konditsioner qo'yilgan. Keling. Mana bu tashqi eshik, tashqi eshikdan kirgan uzun to'g'riga koridor. O'ng qo'lga birinchi bo'lib oshxona hamda san'atkorning birinchi qismi hojatxona. Hozir ko'rib o'tgan xonamiz. Bitta xonasi, bu esa chapga qayrilsak, spanli xonasi bo'ladi. Aytib o'tganimdek, barcha xonalar to'liq gilam parda qilingan. Yorqin aboylar, tepalar, yonlar gipsokardon, o'rtasida natujniy patolog, lyustralar barchasi qilingan. Ozgina yetmay qolgan joyini bir 150 million, 200 million yetmay qolsa ham ipoteka, kredit asosida chiqarib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, sanuzel alohida tashqi ishdan to'g'riga kelganda sanuzel. Bu vannaxona arizonda qo'yilgan qo'l avtomat kir mashinalar. Bu esa hojatxonasi. Bu ham yarim kapellangan. Bu esa uyning oshxonasi. 3 etajli oshxona mebellariga sotilgan. Bu esa mebel ichi berkitib ketilgan. Uyni qishda isitadigan kotyol. Gaz, suv, svet umuman muammo yo'q. Lokatsiyani aytib o'tdim. Sayrof milliy taomlar to'g'ri chiqib kelganda mana bu soat chorrahadan. Xolodilnikka chopib qo'yilgan. Bunday aytganda uyda olib faqat kiyim-kechak, idish-tovoq bilan kirib yashaydigan holatda bo'lib turibdi. Agar kimda-kim olib, mabodo o'zi yashamaydigan bo'lsa ham kvartirani qo'ysa, kamida 2,5 million so'mga mana shu lokatsiyaga kvartirani turadi. G'ishlik dom, yangi domlardan 4 qavatli domning 4-qavati. Barchaga narxi qizig'i, narxi 485 million so'mda baholandi. Pastda qoldirilgan nomerlar bemalol aloqaga chiqib, nima savolingiz bo'lsa, javob olishingiz mumkin. Chetda yurganlarga WhatsApp, Imo, Telegram barchasi ishlamoqda. Tamom.